Pastki qovoqlardagi ajinlar qovoqlar operatsiyasi natijasida yo'q bo'lib ketadi. Albatta, yo'q. Sababi operatsiya teri tarkibiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni gravitatsion o'zgarishga uchragan to'qimadan bartaraf etib beradi. Misol tariqasida mana shu qog'ozni oladigan bo'lsak, bu qog'oz boshida tekis edi. Hozir g'ijimladim va bir qancha chiziqlar tushdi. Mana shu qog'ozni biz tekislashimiz mumkin. Lekin hech qachon eski holatidek qila olmaymiz. Teri ham xuddi shunday. Siniq chiziqlar tushgandan so'ng ular bartaraf bo'lmaydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, mimika qilmaganimizdagi chuqur ajinlar bo'lsa, ular tekislanadi, lekin siniq chiziqlar qoladi va ularni mimika qilganimizda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mimik holatdagi ajinlar bo'lishi bu tabiiy holat.